qaytim o'tamayman. Ajab nasib basta. Yana o'qaymi yo uyga qaytaymi? Bundan keyin qanday qilsam bo'lar? Hey, zodi qanday qilaman? Ajab og'ridi. Toshotqa kimdi? Ilqi o'quvchi deyman. Uning ishqa qolib qatashadi. Uning bek ochig'i kelgan chig'i. Mening ochig'im shundoq keldi. Hey. Qanday qilishimni bilmay qoldim. O'qiyman deb oila besotimdan hammani setib bo'ldim. Uydagilar osh qo'saq o'ltirdi. Nimachi talaysizdirman. Qaysi yuzim bilan uyga qaytaman? O imtihondan yana o'tamagan o'xshaydi. O'tamaganga nima bo'pti? Bu imtihondan hamma odam o'tavermaydi-da. Qaranglar, uning holiga xuddi qalandagiga o'xshab qopti. Uning do'sti jansi bo'lib ketdi. U yana shundoq yuradi. To'g'ri. Mening jansi bo'lgan bir do'stim bor. O'lmagan jonda umid bor ekan. Uyga qaytishdan burun men berib uni izday. Undan bir oz qarz pul elib, turmushimni qamdab turay. Kichigimizdagi do'stligimizning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu, u talabimni rad qilmas. Rad qilsa, mening do'stim bo'lmaydi. U boshqa bo'lgan do'stini izlab mangdi? Uningda biroz g'urur degan narsami yo'q-ku? Bizni berib ko'rib baqaylichi? Bo'ladi ansa. Avar qildigan bo'ldi. Kimsan? Janisini chaqirib aytgan. Nima? Gaping nimanchi cho'ng? Kalva, menimi bilmamsan? Nima davatsan? Ha? Kalva, menimi to'nimidingmi davatman? Ajab ko'ranglaysan, G'ozad, sen kim? Anlab tur. Men Janisning do'sti, Dekshi bo'laman. Dekshi? Nertur, Jansiz chiqmasa o'zim kiraveraman. Shangim kelmaydi Jansining shundaqmi adabsiz do'sti bakra? Shu emasmi? Hey, Jansi! Qaydasan? Do'sting keldi. Do'sting Dekshi keldi. Jansi, qaydasan? Keldingmi? Jansi, qadinas do'stim. Do'sting kelsa, nima deb oldiga chiqmaysan, ha? Men sening ahvolingdan butunlay xabar topdim. Men shuncha uzun yo'l besib keldim. Do'stingga nimancha so'g'aq muomala qilsan? Anglasam, o'qish jarayonida uyingdagi besotning hammasini buzib chechib tugutibsan. Men o'qiyotgandan keyin pul lozim bo'ladi ekan. Bo'ldi, so'zlamayli qo'y. Sen tirishib o'qimay yotig'ingda uxlaydi ekansan. Unda qilsang qandoq jansilikqa o'talaysan, ha? Men seni yordam qilaman deb kelib edim. Oxirgi qitim. Men har faslda uyinglarga ochliq bilan o'tin avatib turdim. Yordam qilgandan keyin oxirgacha yordam qilmamsan. Biz haqiqiy do'stlardan o'tinib qolay jansi. Odam bormi? Xo'p. Mehmon jiroq yo'l menga bu yakkagicha japodatdi. Uningga bir china so'g'aq tomoq beringlar. Siz uningga so'g'aq tomoq bermoqchimi? To'g'ri. So'g'aq tomoqni yeb bo'lgandan keyin u kassun, uzitib qo'yinglar. Qadimas do'stingga shunday muomala qilsang qanday bo'ladi? Menga so'g'aq tomoq bermoqchimi? Hey, men bilaman. Bu jansining buyrug'i, menga amal yo'q. Mezlik bo'lsa ko'proq yegan Olaydan senga xush keldim. Sen mening haqiqiy do'stimjimi? Rahmat senga. Bu degan nemitdi. Biz degan yaxshi do'st tursak, seni oshqamisin deyman, ha? Qanday? Amsi biz mo'ayli. Sen meni bergin, men biroz uxlab olay, ha? Ko'chib qolsak o'qituvchimiz xafa bo'ladi-jimi? Endilikda u menga so'g'aq muomalada bo'lyapti. Yemayli minnatsiz-ku. Jansiga aytib qo'ying, men ketdim. Shunimi do'stigini bo'lamdi. Tilamchigim bunday muomala qilmaydi. Shuni deyman. Agar uni o'rnida men bo'lgan bo'lsam, har kiz mushundaqli bo'ldi qilmaydim. Sen qanday qilmoqchi eding? Ochig'imni toza chiqarib onda ketatdim. Jansining yuz xotir qilmaganini ko'rdingmi? Qadinas do'stiga shuncha so'q muomala qilganini qaraganda, u yaxshi odam emas-ku. Men shunday o'ylayman. Ay, yiliq o'quvchi yo'qtirdi-ku, ha? Ana, oyadi ekan.
Uni asli izlab bormasam bo'ptikan. Do'st deganmi shundoq bo'lamdi. Ko'nglim sovib ketdi. Qosog'im echib ketib, yo'l yurgidek bag'durimni qolmadi. İsset, baya onun öydeki soğuk tamakını yemezsem bo'ptikan. Ajab qipti mana. Baya ajab diqqat qilmabdi mana. Sen neymiş üçün menin qoğunumni o'g'irlab yeysan? Siz kim? Kim bo'lmoqchi? Mush qo'g'onliqning ilgisi. Kechiring. Yuzing nimanch qilin narsa sening. Cho'p-cho'ntirib boshqalarning narsasini o'g'irlab yeganingni qara, ha? Yo'q, undaq emas. Og'zingni yum. Jura, yomil verib so'z söyle. Mang. Kechiring, men baya xato qilibman. Hey, to'xta! To'xta deyman! To'xta! Hey, to'xta! To'xta! Begim o mening qo'g'inimni o'g'irladi. Ha? Bu boya Jansi begimni izlab borgan o'quvchikan go. Sen mening kimligimni uningga tushuntirib qo'y-a? Nima deding? Jansining do'st ekanligimni uningga deb qo'y. Do'stim bo'lsa sen yana nima deb ketsan? Chunki u menga so'g'oq muomala qildi. O so'g'oq muomala qilg'achqa sen batnab ketib, bu yerda qo'g'in o'g'irlabsan-da. Yo'q, bir atal qo'g'in yeb qo'yganim bo'pti. Nima deb jo'ylayapsan? Bu degan biz bir oilaning jini, biz moshnaga tayinib jon boqamiz. Uqdingmi? To'g'ri. Bu boshqalarning mulkini bulg'anlik xo'p hisoblanadi. Jansini do'st turib mushna xo'rlik qilamdim. Og'zingni yum. Jansi seningdek do'sti bo'g'indan numus qiladi. Abla. Qo'g'inning pulini to'lab yetib ket. Mening pulim yo'q. Undaq bo'lsa, Jansi begim sen uchun pulni to'lamassan. Mushundoqmi xo'rlik qilganmanmi? To'xta! Nega qochsan kim bir ko'ray? Nima degan xo'rlik bu? Mushundoqmi bo'lib ketamdi? Amaldor bo'lib elibla, burunqi do'stlikni unutib qolsa qandoq bo'lg'ini? Kichigida ular bakki nomrat edi. Men doim unga yordam qilatdim. Yana texi o'qish bitirish imtihoniga yordam qilgandim. Emdilikda o konu do'stlikni unutib ketibdi. Voy, men mayli qoldim. Voy, Mehmon, siz kim? sizga biroz yeydigan narsa olib keldim. Yeydigan narsa beramsiz? Buni ko'rib baqsangiz tushunasiz. Bu yilqi jins menga bergan tomoqqa. Jansi begim sizga akilib berishimni buyurgandi. U yana meni ko'zga ilmabdi-da. Tezroq yeviling. Nima qarim, yap bo'lganda bir gap bo'lmadi. Men yana shu yangamning yuzini qilib yavatman. Necha kundan beri ochliqning dardini yetkichi tatdim. Talib tekçi qaytib kelmedi o. Yani ötemigen bo'lsa qaytib kelishga yuz ichidimig'andi. Mayli qandoqli bo'lmasin, kelib bolalarni ko'rib kelsa bo'lmamdi. Shu emasmi? Onun uyida ochliq o'ksib qolg'ili xeyli kunlar bo'lib qoldi. Hey, qaytib kelsa bo'lardi. Men uyga qandoq qaytaman? Xijil bo'lmaymanmi? Eng yaxshisi bir ish tepib ishlay. Hey! Hey! To'xtab turing! Nima ish? Sizning ismingiz Dekshimi? Abla, iliq amaldorlar yana meni tutqili keldimi, nima? Bu xat siznikiga, elib eling. Mening xatim Jansi begim berdi. O'limni ko'p qoldim, uyingga tez qayt. Bu qandoq gap? Kim o'lib ketganda? Apandim uyimda jiddiy ish chiqib qoldi. Etingizni berib turgan bo'lsangiz. Men degan Jansining do'sti. Jansi begimning buyruqsiz berib turolmayman. O'limni ko'p qolsam menga yordam qilmadi. Shundoq nima do'st degani bo'lamdi.
Eng yaxshisi irodalik bo'lay. Sen meni masxara qilding, ha? Qat to'xtab tur. Men tirishib o'qib, belimni ching bog'lab imtihondan bir o'tay. Qani ko'rib baqaylik. Opsi! 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 Alıp qaytib kelgan o'xshaydi. Yigit, kimni izlaysiz? Bu emas-ku. Sizlarning uydagilar ko'chib ketmay. Ko'chib ketdi. Nima ko'chib ketganligini bizim bilmaymiz. Anlasam bizni o'yda o'lim bo'pti, shundaqmi? Shunday qo'ydayman. Ularning yigidek narsimi qolmagan? Opsi! Hey, bu odamni. Opsi! 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 Tanrı nima chirayim sizda? Men nima qilgan etdim? Demişki meni shunday tilga qo'ydiganda. Men bir gunohkor. Oxir chiqmaydigan ishlarga ish berib ishligini qilolmadim. Endi kitob o'qiganning nimaga foydasi? Bularning hammasi men uchun baribir. Hozirdan boshlab yangi turmushimni boshlashim kerak. Sen bu ishq tozi pishiq emaskansan. Men to'g'ri qilmadimmi? Bunda qilsang, charchab ketsan. Men burun bundaq ishni qilib boqmabdi ekanman. Sen burun bir bekor talabkansan-da, ha? Tamoq yeb bo'lib mang'in. Oldirma yegin. Bir narsa yemaganiga xili kunlar bo'lgan o'xshamamdi. Yeshingiz ancha cho'ng emasdek qiladi-ku. Bu atrofda birasining uyida nazir bo'lyapti. Nazir? Yo'q. Men mundaqchilik so'rab qo'ydim. Men yeb bo'ldim. Rahmat. Biri ko'ngil og'rig'i boda qiladi. Uning abdidan qaraganda burun jafo tatib baqmagan o'xshaydi. Hozir menga hech qanday ish xo'sh yoqmaydigan bo'lib qoldi. Kunlarim bek-beka o'tib ketyapti. Xo'jayin o'ydimi? Ha, kim? Sizlarning kentda biroz tugab ketdimi, ha? Ko'rishdi o'limning gapini qildi-ku bu sho'rpeshona. 이제 가면 언제 오나 O adamlar bize uygumağa hoşumanda. 같이 갔다 오시려나 Bu odam boshqa yurtda tugab ketibdi-kanda. Meyitni shuyadni uyiga ketdi. Shundoq o'xshaydi. Anlaşlarga qaraganda bu odam Jensi bilan yaqin do'stmish. O o'quvni berib tuzuk o'qiyamay imtihonni o'tamay qaytib ketdi. O cho'qqan imtihondan o'tamay qaytib kelishida ochlikdan o'lgan nima? Opsi, men texi hayot. Voy bu zodi qandoq ish? Shundaqmi chaqchaq qiladi? Buning ichidagi zodi kimdi, ha? Opsi, men tex sizni olamga ketgan o'xshaydi debdi men. Ular xatolashib qolgan o'xshaydi. Ya xato emas, dal sizlarnikiga ip kelgan. Nima dedingiz? Men texi hayot tursam. Ishonmasangiz, o'zingiz ichib ko'rib baqmamsiz. Ko'rib baqamdim. Ma'qul. Odam oson erishgan narsaning qadriga yetmaydi. Seni vaqtliq jafo qo'ydim. Meni kechirgin. Bu kitoblarni san so'q qilishdagi maqsadim seni yangi bir xil ruh bilan o'rgansin demoqchi. Ko'nglimni izhor qilish uchun ozroq pul avatdim. O'qishing uchun xarajat qilasan. Mening do'stim. Kechirsiz, sizni cho'chitib qo'ydik. Bu Jensi begimning buyrug'i. Do'stim.
Ben senin yaxşı ko'nglingni burun tushunmabdikanman. Seni xato tushunib yuribdiman. Meni kechirgin, do'stim, Jensi. Meni kechirgin. Onun do'sti nima degan yaxshi? U kishiga qasdan shundoq muomala qilgan ekanda. Shu chaqda uning ko'ngli bek yerim bo'lgandi. Mening shundoq do'stim bo'lgansa, bek yaxshi bo'ladi. Ha?